Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Mana bugun biz ko'pchilikni qiynaydigan savol va ishlardan biri Case MX 140larni da bo'ladigan ko'plab muammo. Mana ularni salon qismida joylashgan, mana bu kirishgan pastida joylashgan modul, ya'ni miyasi bor. O'sha miya hozirda ko'pchilik akalarimizda kuyib qolyapti yo nosozligi tufayli ishlamayapti, traktor yurmaydi, ko'tarib tushirmaydi. Shu masala bo'yicha bizga ko'plab murojaatlar kelib tushmoqda. Endi aslida bu Case MX 140larni vipiskasiga, ya'ni yiliga qarab ana shu miyasiga farq qiladi. Faqat oxirgi vipiskasi 2008 Prolarda ana shu joyda joylashgan miyasi bittalik bo'ladi. Bitta miya Sele traktorni yurgizadi, ko'tarib tushiradi. Hamma sistemalarni ishlatadigan bitta miya bo'ladi. Pro bo'lmagan oddiy 2004-2005 eskiroq vipiska traktorlarda shu joyda ikkita miya bo'ladi. Keyin ko'pchilik akalarimiz qiynalishmoqda. Mana bitta miya kuyib qolgandan keyin aslida bittalik miya ko'p hollarda topilmaydi. Buni yo'li bor. Bemalol mana eski vipiska 140larni ikkitalik miyasini prolarda bittalik miyani o'rniga moslasa bo'ladi. Bu qanday bo'ladi? Ana traktorni kabina qismi mana bu yerda joylashgan, torpeda qismida joylashgan, keyin denamdan keladigan polniy montaj kabellari ikkitalik miyani kabellari bilan almashtiriladi. Ya'ni ikkitalik miya polniy montaj kabellari bilan birgalikda qo'yiladi. Shunda hech qanaqa muammosi ham bo'lmaydi. Traktor zavodskoy qanday ishlab turgan bo'lsa, xuddi o'shana ishlaydi. Biron joy perdilka ham bo'lmaydi, qayta ishlash ham, biron joy moslanmaydi ham. Hammasi o'zida radnoy bo'lib chiqadi.